Bilajian, sussanda sus shunday. Men san yoshingda ikkita mashinam, ikkita xotinim, ikkita uyim bor edi. Sizlar shunday. Hozir qanaqa o'shalar? Jiyan, 93-yil pul sindi. Bankda edi, hammasi ketdi. Mudom bahona aytish shu siz to'g'ri. Tamam, size unutmasam bo'lmaydi. Ha! Nimaga to'xtay? Hayda, tushundim. Hayda, ilchan ehtiyot qil. Hayda, ekspres. Nimaga bu jiyan? Yarim soat bo'ldi, gavnavoz bo'ldi bu. Ha jonim, kelajagimiz uchun ishlayapman. Meraveni Dubayda qilamiz. Asal o'yini Vyetnamda qilamiz. To'y Ekvadorda qilasan. Bola xatoga yo'l qo'yganda begona odamlarning oldida, boshqa odamlarning oldida uni jazolash yoki so'roqqa tutishlik. Abdulloh aytadilar, tog'amni menga bergan tarbiyalari umrimga tatidi deydilar.